Davron Akbarning Milliy sertifikat 2-qism kitobi 7-variant test g'azal tahlili. Oldin tadbir bilan tanishib olamiz, ya'ni g'azalni ma'nosini anglashga harakat qilamiz. Birinchi bayt. Speher asabidan so'lim qutulmog'im ne imkondir ki, mehri tashtu tig'i kulgu barqi duraxshondir. Xo'p, ushbu birlikda bizga noaniq bo'lgan so'zlar, ya'ni speher osmon, asabidin so'zi balo tashvish, so'lim esa so'lim sog'lom degan ma'noni, ya'ni sog' salomat degan ma'noni anglatadi. Ushbu baytda falakning ofatlaridan sog' salomat qutulishni imkoni yo'qdir deyapti. Imkondir, ya'ni qanday imkoni bordir deyapti. Bu bir so'z bilan aytganda imkoni yo'q deyapti. Mana bu keyni bilamiz. Birinchi misrani oxiriga qo'shib o'qiymiz. Ya'ni osmonning balo tashvishlaridan qutulmoqning imkoni yo'qki, mehr tashdu tig'i kulgu barqi duraxshondir. Xo'p, mehr tashdu so'zi bu yerda mehr nima? Quyosh, ya'ni quyoshning tashdu tig'u so'z birligi esa yaltiragan nima? Qilich degan ma'noni, ya'ni osmonning nimasi kulgisi barqi duraxshondir. Ya'ni duraxshon degani yorqin degani. Osmondagi chaqmoqni quyoshning yaltillagan nimasiga, qilichiga o'xshatyapti. Tushunarli bo'ldimi? Hayotiy nimalarni. O'zi bu g'azal boshdan oxir mana shunaqa dunyoning o'tkinchi ekanligi, umumiy g'oyasini oldindan aytadigan bo'lsam, dunyoning o'tkinchi ekanligi, bu hamma narsa aldamchi ekanligi va bu dunyodagi hamma narsa insonga qarshi ekanligi, ya'ni o'tkinchi ekanligini isbotlovchi birlik sifatida, hattoki buyuk payg'ambarlar ham, buyuk insonlar ham bu dunyoning o'tkinchi ekanligi, o'lim oldida ojiz ekanligi, shu umumiy g'oyasi bu dunyoning o'tkinchi ekanligi haqida. Xo'p, demak, birinchi baytning umumiy nimasi osmondan kelayotgan umuman endi bu yerda nima deb tushunamiz? Inson bu osmon ostida, ya'ni gumbaz, dunyo tashvishlari bu yerda nimaga o'xshatilyapti? Osmondan keladigan balo ofatlarga, ya'ni misol chaqmoqqa, quyoshning nima esa charaqlashi esa yalqillagan qilichga, shunaqa tabiat hodisalariga o'xshatilyapti. Bir so'z bilan u inson boshiga keladigan tashvishlarga o'xshatilyapti. Ikkinchi bayt. Muningdek mehr ko'rgach shod o'lib kulgan zihi hofil, bu yangliq kulgu sari mehr solg'on asru nodondir. Xo'p, muningdek mehr so'ziga diqqatli bo'lamiz. Mehr so'zi bu yerda ikki xil ma'noda qo'llanilyapti. Ya'ni mehr muhabbat ma'nosida va mehr quyosh ma'nosida. Muningdek mehr muhabbat ko'rgach ma'nosida ham tushunishingiz mumkin. Ya'ni ilhom she'riy san'atini hosil qilyapti. Bitta turgan joyda ikki xil ma'no anglatyapti. Keyin muningdek mehr, ya'ni quyosh ko'rgach shod o'lib kulgan zihi hofil. Ya'ni bunday quyoshni, mehrni ko'rib bu dunyodan shod bo'lgan inson, ya'ni bu dunyo zo'r ekan, bu dunyo mazza ekan deb o'ylagan yoki quyoshni ko'rib sevingan inson deydi. Zihi hofil, ya'ni nodondir deyapti. Bu yongliq kulgi sori mehr solg'on asri nodondir. Ya'ni keyin bu o'tkinchi nimadan kulgidan, ya'ni bu yerda o'tkinchi kulguni boya nimadan chaqmoq chaqishida bir lahza yoki bir nechta lahza yorug' bo'lib ketishi mumkin-ku, mana shu kulgu, ya'ni chaqmoq chaqishini ham ko'rib sevingan inson esa deydi, yanada asru nodon, asru degani juda nodon insondir deyapti. Ya'ni bu dunyoning bir lahzalik g'oyu havazlariga ishonma deyapti. Agarda sen unga ishonib qo'yadigan bo'lsang, nodonsan deyapti. Agarda undan ham ortiq bo'lgan yanada yorug' narsalarga, yanada yaxshiroq narsalarga ishonadigan bo'lsang, ya'ni boqiy ekanligiga, undan ham nodonsan, ya'ni undan ham nimasan ma'nosida keladi, nodon ma'nosida shu. 3-bayt. Tengiz ko'nglida andoq mehrdan yuz shulalari paydo, qiyo bag'rida
mundoq kulgudan ming dashna pinhondir. Xo'p, ushbu birlikda endi shu paytgacha shoir quyoshga, chaqmoqqa murojaat, barqqa murojaat qilayotgan bo'lsa, endi bu yerda dengiz va tog'ga murojaat qiladi. Xo'p, bu yerda tengiz so'zi dengiz ma'nosida. Dengizning ko'nglida andoq mehrdan, ya'ni quyoshdan yuz shu'lalar paydo bo'ldi. Bu yerda quyosh nimaga? Dengiz, umuman suvning yuzida ahamiyat bersangiz, quyosh shu'lasi parcha-parchalar bo'lib, aks sado bo'lib ko'rsanadi. Endi shuni aytyapti. Qiyo bag'rida, ya'ni qiyo esa qoya, tik tog' ma'nosida kelyapti. Tog'ning bag'rida mundoq kulgudin ming dashna pinhondir deyapti. Demak, tog'ning bag'rida esa bunday kulgular ortida, ya'ni kulgular boya barqlar, ya'ni chaqmoqlar ortida bunday xanjarlardan minglab xanjarlar yashiringan degan ma'no bor. Bundan dashna degan xanjar, ming xanjar pinhondir, ya'ni yashirindir. Hijoridan qiyodur anga 100 ming tig' ila ojiz, hubobidan tengiz 100 ming ko'z ilan anga hayrondir deyapti. Hijoridan so'zi bu yerda toshlar ma'nosida kelyapti. Demak, toshlar hijoridan, toshlarning orasidagi qiyodur, ya'ni giyohlar 100 ming tig' ila ojizdir. Hattoki deyapti, mana shu tig'dan, ya'ni quyosh nurining tig'idan toshlarning orasida qolib ketgan giyohlar ham ojizdir deyapti. Unga ya'ni quyosh ularni ham yo'q qilishi, qilishi mumkindir. Hubobidan bu jarayonga esa dengizning ko'piklari, ya'ni pufaklari hayron 100 ming ko'z bo'lib, bu jarayonga, ya'ni quyoshga hayron bo'lib boqib turibdi deyapti. Bu so'z bilan nima desak, bu nima bilan hattoki dunyodagi zig'ircha narsa bo'lsa ham bu dunyoning nimasidan, g'am tashvishlaridan yokida bo'lmasa o'tkinchi ekanligidan qutulib qola olmaydi. Koinotdagi barcha narsa, ya'ni u yer ostida bo'lsin, ustida bo'lsin, nimjon o't bo'lsin, haybatli ummon bo'lsin, bularning hammasi ilohiy falak, ya'ni falak hukmi qarshisida ojiz va hayratda ekanligi ta'riflangan ushbu bayt orqali. Keyingi 5-baytimiz. Chekib qavsi kuzaxdin yo ko'ngillar qastig'a, oning yog'in xaddi xadangu qatra suvlar anga paykondir deyapti. Xo'p, bu baytda shoir Navoiy tabiat hodisalari, ya'ni endi kamalak va yomg'irga murojaat qiladi va ular o'zaro urush va jazo qurollariga o'xshatiladi. Demak, shoir falakni inson ko'ngliga qarshi hujumini tasvirlaydi ushbu birlikda. Ya'ni bu yerda aytadi, ko'ngillarning qasdi uchun kamalak go'yoki, ya'ni yoyga o'xshatilgan kamalak, qavsiz duha bu yerda nima hisoblanadi? Kamalak bilasiz, mana bu egik holatdagi, mana shu kamonga o'xshatilgan. Demak, ko'ngillarning qasdi uchun kamalak kamonga o'xshatildi. Oning yog'in xaddi xadangu qatra suvlar anga paykondir deyapti. Xo'p, yog'in bu yomg'ir. Yomg'ir deyapti, unga xadang, ya'ni kamonning o'qi bo'layapti. Demakki, tasavvur qilamiz, bu kamalak bo'lsa, yomg'ir kamonning o'qi bo'layapti. Suvlari esa, yomg'irning suvlar anga paykondir deganda, mana shunaqa kamonning uchi bo'ladi-yu, temir joyi. Mana shunaqa temir joyi esa suvga o'xshatilyapti. Yomg'irning nimasiga? Suvga o'xshatilyapti. Buning ham vazifasi ko'ngillarga azob berish. Bu o'tkinchi dunyoning g'am tashvishi sifatida o'xshatilgan. 6-bayt. Bu yoy birla alingdek o'qni yog'dirg'on haloyiqning hayoti qasrda har sori qilmoq rahni osondir deyapti. Demak, bu yoy bilan birga o'q, ya'ni mana shu kamalak va suvni aytyapti. Buni dedi, falak shunday yoy bilan yomg'irni, o'qlarni yog'dirar ekan, odamlar hayot qasrida, ya'ni bu dunyoda yashash joyida har tomonlari mana shu yomg'ir yog'ish natijasida buzuqlar, darslar paydo bo'ladi deyapti. Ya'ni siz
nima dunyo tashvishlarida g'am tashvishlar sizni ezib qo'yishi, kasalliklar paydo qilishi, umuman sizni nima desak, yoshingiz o'tgan sayin qarilik belgilarining ko'rinishi bu nimaga o'xshatilyapti? Dunyodagi, ya'ni insonlar yashaydigan hayot kasrida insonlarning hayotidagi uylariga, nimalarga dars ketishi, bu insonning o'ziga dars ketishiga o'xshatish bor bu yerda. 7-bayt. Hayot ichra baqo uchun mumkin emas. Nuh bo'lsin kim ular holatda tug'may olgan o'g'li birla yaksondir deyapti. Demak, 7-bayt juda bir ajoyib ekan. Ya'ni bu yerda aytilishicha, hayot ichra baqo uchun mumkin emas. Baqo bu boqiylik degani. Hayot ichra boqiy bo'lish mumkin emas. Hattoki u Nuh payg'ambar bo'lsa ham deyapti. Nuh payg'ambarimiz bilasiz, eng uzoq yashagan payg'ambar hisoblanadi, ya'ni 1000 yil yashagan hisoblanadi. Demak, Nuh payg'ambar mana shu eng uzoq yashagan, 1000 yil yashagan bo'lsa ham deyapti. 1000 yil yashagan bo'lsa ham u deyapti, ular holatda tug'may o'lgan, ya'ni tug'ilmay o'lgan ona homila payti vafot etgan farzand bilan, inson bilan bir xil deyapti. Demak, bu yerda 1000 yil yashasangiz ham, hattoki tug'ilmay o'lsangiz ham baribir nima bo'ladi ekan? Yo'qlikka mahkumsiz. Vaqt o'tib bo'lganidan keyin 1000 yil yashagan insonni ham, bir kun yashagan yokida tug'ilmay o'lgan insonni ham bir-biridan farqi yo'q. Va hamma narsa o'tkinchi deyapti. Yana shu fanoga, ya'ni o'tkinchilikka nima bor bu yerda ham? Ishora bor. Xo'p, keyin yana bir muhim narsa, Navoiy bu nimada dunyo matohlarining va dunyo matohlariga, uzoq umrga aldanib qolmaslikka chaqirmoqda. Asosiy g'oyasi. Keyin g'azalni boshdan oxirigacha, ya'ni boshida aytilgan tashtutuq, quyoshning nimalari, keyin barqning ofatlari, bular ham oxir oqibat har qanday hayotni, xoh qisqa bo'lsin, xoh uzun bo'lsin, baribirga ham yakuniga yetishini eslatyapti. 8-bayt. Baqo sarchashmasi zulmatda derlar, yo'qki ul zulmat Iskandar oxi o'tidan yig'ilgan dudi xirmondir deyapti. Xo'p, bu yerda baqo sarchashmasi, ya'ni boqiylikning suvi hisoblanadi. Baqo sarchashmasi mana shunaqa eng ko'p keladigan so'zlarni, birliklarni yozib, yodlab borish kerak. G'azalni shundagina tushunasiz. Agarda misol men o'ylayman-da, boshqa tilni tushunish uchun lug'at yodlaysiz. Endi bu turkiy eski tilimiz ham tushunish uchun lug'at yodlash shart albatta. Shu sababli ayrim nimalar, talabgorlar lug'at yodlamaydi-da, g'azalga tushunmayapman, g'azalda muammo bor, umuman bir nima bilan, hafsala bilan g'azal tahlil qilishmaydi-da, shunaqa deyishadi. Lekin oson, juda oson. G'azalni bitta tahlil qilib, uni mag'zini chaqsangiz, yana tahlil qilishga ishtiyoqmand bo'lib qolasiz. Xo'p. Baqo sarchashmasi, ya'ni tiriklik suvini zulmatda derlar. Shunday hikoyalar mavjud. Tiriklik suvi qorong'ulikda zulmatda deydilar, deydi. Yo'qki ul zulmat, ya'ni yo'q u zulmat, mana shu qorong'ulik zulmat emas, bu Iskandar oxi o'tidan yig'ilgan dudi xirmon. Bu zulmatga sabab deyapti, Iskandarning oxidan yig'ilgan dudi xirmon. Demak, ushbu baytni kengroq izohlaydigan bo'lsak, bu yerda Iskandarning oxi o'ti nima sababdan Iskandar ox o't qiladi? Rivoyatlarda aytilishicha, Iskandar Zulqarnayn shuncha joylarni, ya'ni dunyoning 3/2 qismini bosib olgan bo'lsa ham, baribirga ham u bu tirik qolish, nima qilish maqsadida tiriklik suvini, ya'ni mana shu baqo sarchashmasini izlab yo'lga chiqadi. Ammo uni topa olmaydi, lekin uni sherigi Xizr alayhissalom mana shu chashmani topadi va u suvdan ichadi va bu dunyoda umrboqiy tiriklikka
erishadi. Demak, Iskandar Zulkarnaynning og'i o'ti nima sababdan edi? Mana shu baqoni charchashmasi, ya'ni tiriklik suvini topa olmaganligi sababli og' o'ti nima qiladi? Dudi xirmon, ya'ni zulmatga aylanadi dunyosi. Bu yerda shunday go'zal nima bor? Inson qaranglar, xulosa bor. Misol uchun, Navoiy bu dunyoda dunyo talashgan buyuk hukmdorlar ham o'lim va armon qarshisida ojizligini ko'rsatgan. Keyin Iskandar butun yer yuzini egalladi, ammo o'limdan qutqaruvchi bir qator suvga ega bo'la olmadi. Bu yerda umumiy tushuncha, misol siz podshoh bo'ling, oddiy inson bo'ling yokida o'rtamiyona bo'ling, gado bo'ling, kim bo'lsangiz ham agarda biror bir erishmagan orzuyingiz, biror bir erishmagan maqsadingiz bo'lsa, bu dunyo siz uchun zulmatga aylanadi. Shunaqa mazmun ham bor. Demak, Iskandar uchun zulmatga aylanishiga sabab nima? Butun dunyoni bosib olsa ham, ya'ni dunyoga hukmron bo'lsa ham, mana shu tiriklik suvini topa olmaganligi sababli uni dunyosi zulmatga aylandi. Demak, mana shu baqo sarchashmasi o zulmatning ichida deyilgan rivoyatlar bor. Mana shu zulmat oddiy zulmat emas, bu Iskandarning og'i zulmati deyilgan. 9-bayt. Navoiy o'rtabon o'zluk qadam bu yo'lga qo'y. Ya'niki har hamrohi kim bo'lg'ay tajarrud moni yondur. Xo'p, bu yerda Navoiy maqtada o'z-o'ziga murojaat qiladi va o'zligingni, ya'ni manmanlik va nafsni o'rtab bu haqiqatga qadam qo'y, ya'ni yo'qot deyapti. Ya'ni kim zeroki bu yo'lda senga hamroh bo'lgan har qanday narsa seni u yo'ldan to'sadi, ya'ni haqqa borish yo'lingdan, o'zligingdan to'sadi degan ma'no bor. Tajarrud so'zi yakka yolg'iz qolish degani. Demak, bu yerda hamroh insonlar, misol yoningizda kimdir bo'lsa, agarda siz biror maqsadda borayotgan bo'lsangiz, yoningizdagi inson uchun u maqsad muhim bo'lmasa, sizni u yo'ldan qaytarishi mumkin-ku. Mana shunaqa hamrohlardan ham kech deyapti. Navoiy aytayapti. Va o'zligingni, ya'ni manmanligingni, mana shunaqa salbiy hislatlaringni yengib, haq yo'liga kir degan mazmun bor. Haqiqatga erishish. Xo'p, g'azal tadbiri qisqacha shunaqa edi. Endi savollarga o'tamiz. 28-savol. G'azal baytlarda qo'llangan she'riy san'atlar haqidagi to'g'ri hukm so'ralgan. 1-baytda tazod she'riy san'ati. Xo'p, 1-baytga tazod yo'q. 5-baytda irsol-i masal bu maqol matal keltirish hisoblanadi. O'zi bayt nimada, g'azalda umuman maqol matal yo'q. 6-baytda tamsil, ya'ni biror bir fikr aytib, unga hayotda o'xshash bo'lgan hayotiy misol keltirish hisoblanadi. Tamsil, misol keltirish yo'q. Nimada ham mavjud emas bu tamsil. Xo'p, keyingi 8-baytda husn talil endi mavjud. Xo'p, 8-baytga qaraymiz. Baqo sarchashmasi zulmatda derlar, yo'qki ul zulmat Iskandar og'i o'tidan yig'ilgan dudi xirmondir. Qaranglar. Demak, bu yerda boya aytgandim, baqo sarchashmasi, ya'ni tiriklik suvi zulmatda turishi bu tabiiy jarayon. Endi rivoyatlarda berilgan holat. Endi bu yerda aytadi, bu zulmat deydi, bu oddiy zulmat emas deydi. Bu zulmatning bo'lishiga sabab, mana yolg'on dalil keltiryapti. Bu zulmatning bo'lishiga sabab Iskandarning og'i o'tidan yig'ilgan dudi, ya'ni hijronidan chiqqan og'zidan nima qilgan dudi fig'onidan yig'ilgan zulmat deyilyapti. Demak, to'g'ri de javob bo'ladi. 29. G'azal baytlarda ishtirok etgan she'riy san'atlar so'ralyapti. 1-tajnis. Baytda shakldosh so'zlar mavjud. Xo'p, tajnis qayerda bor? Tajnis mana nimada bor? Hozir. Zulmat so'zlarida aynan shu baytda mavjud yana. Demak, birinchi zulmatimiz bu qorong'ulik ma'nosida qo'llanilyapti. Ikkinchi zulmat esa hijron ma'nosida kelyapti. Ya'ni Iskandarning hijroni ma'nosida. Istiyora ikki narsa o'xshashlik, ya'ni bitta nima. O'zi bu g'azalimiz boshdan oxir istiyoraga nima qilgan? Istiyora asosida, ya'ni deyarli har bir baytda o'xshaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, bir nechtasini topadigan bo'lsak, misol uchun mana nimani, kavsi zuhar, ya'ni kamalakni
Keyin nimani suvlarga o'xshatilyapti. Mana paykondir, paykon suv paykonga o'xshatilyapti. Paykon suvga o'xshatilyapti. Yomg'ir esa o'qqa, xadanga o'xshatilyapti. Bularning barchasi istiora hisoblanadi. Demak, kitobat yo'q, arab alifbosilaridan foydalanish kuzatilmagan. 1-2 A javob bo'ladi. Keyingi 30-savol. G'azalning maqtasida, ya'ni mana 9-baytda ilgari surilgan g'oya so'ralyapti. A javob bo'ladi. Haqiqat yo'liga erishish uchun inson nafs va dunyoviy bog'liqliklardan voz kechishi. Mana o'rtabon o'zlik qadam bu yo'lga qo'y, ya'ni kir hamrohim bo'lg'ay tajarruf moniyondir. Demak, bu yo'lga qo'y degan qanday yo'l? Haqiqat yo'liga erishish uchun o'zligingni o'rtabon, ya'ni o'zligingdan kech degan, nafsingdan kech, voz kech degan ma'no bor. O'rtabon o'zlik, ya'ni o'zligingni o'rta, qiyna degan ma'no bor. Mana shu xorazmcha she'rda bor, hozir ham o'rtanma deymiz biza. Qo'y qismma, ya'ni azob berma ma'nosida. 31-savol. G'azal baytlarida qaysi o'xshatish mavjud emas? Demak, yo'q bo'lgan o'xshatish so'ralyapti. A javob. Dengiz yuzidagi pufaklar ko'zlarga tashbih qilingan. Bor bu nima? Mana Hubobiddin tengiz 100.000 ko'z ilan anga hayrondir. Ya'ni dengizdagi pufaklar 100.000 ko'z bo'lib, unga hayron termilishi mavjud. Bu javob. Yog'ayotgan yomg'ir kamonning o'qlariga o'xshatilgan. Bu ham bor. Boya ko'rdik, mana rasm ham chizib qo'ydik, ha? Qaysi baytda edi? 5ta. Keyingi osmondagi egik kamalak kamonga qiyoslangan. Bu ham 5-baytda to'g'ri. Demak, D javob bo'ladi. Quyoshning o'tli kulgusi chaqmoqqa o'xshatilgan. 32. G'azal baytlarda aks etgan to'g'ri hukmni aniqlashimiz kerak ekan. Xo'p, A javob. Pufaklar insonning orzu va umidlariga tenglashtirilgan. Yo'q. B javob. Kamalak ilohiy rahmat va tinchlik ramzi. Yo'q. Dengiz va tog' orqali ijtimoiy tabaqalar o'rtasida ziddiyat ko'rsatilgan. Yo'q. D javob bo'ladi. Nuh payg'ambar orqali abadiylik hatto payg'ambarlarga ham nasib etmaganligi, 1000 yil yashagan insonga ham nasib etmasligi haqida qarash bor. Demak, g'azal tadbirimiz qisqacha shunaqa edi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.